Jufti halolimni hamma kamchiligini Alloh qodir qilgancha qilib beraman, ya'ni ro'zg'ordagi boshqa. Shundan keyin ham ayolimga oyligimdan nafaqa berishim shartmi? Javobinglar uchun oldindan rahmat. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Juda ko'p aylangan masala. Ayol kishini nafaqasi, nafaqani ichiga hamma narsa kiradi. Uni muolajasi, agar ta'lim oladigan bo'lsa, ta'lim puli, yemog'i, ichmog'i, kiymog'i, ayni vaqtda demak maskan bilan ta'minlanishi erkakning zimmasidagi farz amal hisoblanadi. Erkak shularni hammasini qilib bo'lgandan keyin endi bu yog'iga ayoliga har zamonda ozgina mablag'ni berib, shu mablag'ni ham u ehson yoki o'zining shaxsiy ishlariga qilib turishligini ta'minlashi, demak erkak kishining qo'shimcha farz bo'lmagan, demak uning uchun muruat vazifasi hisoblanadi. Shunday ekan, ayoliga har zamonda ehson qilishi uchun yoki shaxsiy ehtiyojlari uchun nimadir berib tursa, inshaalloh yaxshi bo'ladi.